Assalamu alaikum. Катталуучуларыбыз, көрүүчүлөр, оор келбесе бизге катталып, лайктан басып, колдоп туруңуздар. Кадамжай районуна караштуу Баяман базарында мал базарга келдик. Аптанын жума күнү болот бул жакта. Самандарды, пресстер тартты, ушу каналга чыгат. Жалаң гана пайдалуу жаныбарлар чыгарып турабыз. Эми бизде кыргыз мал чарбачылыгы менен алектенет дегенде, мал менен көз алектенебиз, тиричилигибиз мал менен өтөт. Ошондуктан бул видеону дагы көптөгөн адамдар көрүп, көптөгөн адамдар лайк басат деп коем. Кыска жарнамабызга көңүл буруп коюңуздар. Эми ал чисто от души по-братски. Канча болду? Ассаламу алейкум. 46,5 миң болуптур ушул. Адам жайбы? Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ыргачы экен, ыргача? 46,5 миңге алынып турчу. Бир үкөм жардам бер дегенден ушундай жардамаларды чыгарып турабыз биз. Бизди катталуучулар, сиздерге дагы бир сонун жардама. Биз азыр Кызылкерден кийинки Салиева деген жерге келдик. Мына карасаңыздар, сонун мына үй түштү. Ушул үйдүн ичини устакелерибиз буйруса 1,5 суткада шыбап бүтүш. Жүрүңүздөр, сиздерге көргөзөбүз. Мына. Бул жагында болсо шыбалды, бул жагында шыбалды устакелери иштеп жатат. Ошондой эле бул жакка жүрүңүз. Мына техникасы ушул экен мына. Немецкий аппарат. Bunun bası da aябай кымбат мына. 1 миллион эгер алып иштетем дегендер болсо, иштетсеңиздер болот. Ошондой эле кандай раствор десеңиздер мына. Аслан деген о Турциядан келген ушундай раствор менен иштешет экен. Аралашмасы бардыгы ичиде. Сапаттуулугу жакшы, сурадык. Жылуураак шпаклевкадан жылуураак болот экен бул. Ушунун үстүдөн уже обой чоптотуп кое бересиздер. Бекем кармайт. Кирпичке да жабышканчы көп жүргөн сыйылып түшпөбайбы 2-3 жылдан кийин дешиңиздер мүмкүн жок, андай эмес. Анан метр квадраты 630 сом, ошондой эле доставкасын ушул хозяин өзү төлөп берет экен. Калганы суу, свет, пол, калгандарын усталар өздөрү алып келип, салып, аралаштырып, подмаяк, маяк коюп, тегиздеп, түздөп. Келе бериңиз. Мына. Жакын келе бериңиз да. Кеттик. Көрдүңүзбү? Түптүз. Мындайга караңыздар. Түптүз. Чалыңыздар, Кыргызстандын бардык жериге барып, ушундай кылып шыбап берет. Bir cuma ustabak oturbaysızlar da, pat-pattan бүтүрөт. Технология азыр, технологиянын өнүккөн заманы. Мына ар дайым ушул жерде акабыз мында комбайндар алып келет. Жума күнүнүн урматына. Бүгүн сизге бекер реклама. Кандайсыз? Бияк колду бериң. Канчадан болуп атат? 18,020 миң. Маканы дагы неме бүт майдалайт дегенсиз, Чөптөн баштап буудай, арпа. Мотор аркандай болобу же бардыгы бир кыл моторубу? Моторлор бир кыл. Бир кылдар, 18,020 миңден экен мына акалар. Телефон номер, ушул жерге келип ала бересиздер мына. Телефон номер сизделе. Мына. Акаларыбыз мына ат жабдыктары. Fazlaka, assalamu alaikum. Kandaysiz? İşleriniz yaxşımı? Niye yapıp geldiniz? Sattınız mı, aldınız mı? Ya işin zaten alamayın da. Bucak ben fazlakan bulut buna. Baylardan biri. Pika jüri öğret fazlakan. Yaxşısınız? Yaxşı. Buna Bayaman, Sak Polatkan aylaymağı, Bayaman bazarı. Buldağı çoğun bazar. Takkanğa mümkünçülük bulu ekan, mal köp bazarda. Köpten beri kelbeybiz ama qarаңыздар. Assalamu alaikum. Qandaysizlar? Assalamu alaikum. Qanchadan bo'ldi? Qo'ylar aka. Aytilish basi qanchadan? So'rayveringiz. Qancha deydi? 17 ga borib turdim. Qo'y 17 ga boribdi. Bulchi? Toyga jaray turgan qo'ylar ekan, 17 ming. Bu qanchaga bordi? 18? 17-18 ming bo'ldi ekan. Bozor. Mal bozor. Batken oblusi, Qadamjay rayoni. Ukam, qo'zilaring qanchadan? Qo'shqor qo'zilar ekan buna. Aytilish qanchadan? Qancha? 23. Har biri ve? 23 tane ekan aytilish. Siznikichi? Bu nima bu? So'liq? Qo'chqor, ha? Qo'zi. Qo'zi qo'chqor. Yo'q. Irg'ach qo'zi. Qancha surashdi, surashmadimi? Yo'q, hozir keldim. Ha, josh.
Soluk qanchada otasiz? Bilmiyorum, bozorda. Ya balla ekan, chiniqi deyqan ekan mana. Mashakazan olingizlar mana. Bilmayman deydi. Bilmayman. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Qo'chqor qancha bo'ldi aka shu? Soluqlar. 47 ha? 47 mingga berilyapti mana kechasi. Qo'chqorda qilib bo'g'ib qo'yibdi-da soluqlar. Qancha ming kami bor deysiz aka? 10 mingdan kami bor. Qo'zilar 10 mingdan kami bor ekan mana. Qancha tishimiz kerak? Assalomu alaykum. Aldingizmi? Qanchaga? 10 mingga olinib tur mana. Serkami? Serka 10 mingga olinib tur. Assalomu alaykum. Qo'ylar qanchadan bo'ldi aka? Aytingizchi. Surayver. YouTube'ga aytib qo'ying. Qo'chqor ha? 17 ga berilyapti. Qolganlaricha? Onda seni bo'lanak. Nima aka? Ha, yaxshi mana. Bozoringiz bersin ha, mana akamiz. Qo'zilar qanchadan bo'ldi aka? Qo'chqor qo'zilar. 16 dan kami bor. Surashdi? Ha, yaxshi. Qancha bu yerda? 10 bosh. 10 bosh ekan mana. 16 dan kami bor ekan mana qo'chqorlar. Yaxshi. Bozoringiz bersin ha. Bugun ertaroq kelib qoldik shu bozorga mana. Mal ko'p. Aluvchilarda ko'p, to'y sezon boshlandi. Assalomu alaykum. Kelgan uchirib qo'yaring endi. Yaxshi ekan bu. Qanchadan oldi? 12 dan kam bor. Ha, yaxshi. Mayli. Ishingizga keldi. Topgan yo'q. Juringizlar ham o narjoqda echkilar, serkalar ko'tarsin. Assalomu alaykum. Qanchaga so'rayapsiz? 15 ga? 12. 15 kam bor. Bu qo'y bu soliq bu nima bu? Qo'zilar, irg'achi qo'zilar ha? Irg'achi qo'zilar. 12 dedingizmi? 15. Aka qo'chqorlarimiz qancha mingdan aytilishi? Bular irg'achi erkakmi? Irg'achi ekan ha? Qanchadan bo'ldi? 500 so'm berasan. Aytilish qanchadan? Keng suylangan qanchadan? 15. Yakun 15 ha? Отдельно да? 15. Mana yaxshi qo'chqorlar ekan mana. So'rashdi u? Yo'q, hozir kirdik. Aytilish qanchadan deysan? 25 dan. 25 dan. Mana rosa to'yga jaraydigan qarangizlar. Yaxshi dadil qo'chqorlar keldi. O'ting. Mana oldiga ballar, yigitlar uylanib turgan ballar. O'tavering. Qandaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Buni oldiga qo'yasizlar da, buni oldiga qo'yib turib, o'rtaga mana pixayt etib bersa bo'laveradi-da. Men bilmayman bu. Söylashasizlar. Bozoringiz bersin aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yigitlar. Qandaysizlar bu yerda neler bor? Yechkilar beringiz. Qanchadan bo'ldi yechkilar? 10 mingdan 13 ming. Onalari 13 mingdan o'xshaydi. Cho'ng'roq. Onlar 12 dan. 13, 10 don. Yaxshi. Yechkiga qiziqqanlar mana. Bunalari 10 don ekan. Bular 12 dan. Batkandan keldi, Zardar. Ha, bo'ldi. To'g'ri aytasiz mana. Batkanning Zardalisidan kelibdir. Naq to'y echkilar ekanda bular aka. Ha, qo'lni bering aka, qo'lni bering mana akamiz Batkandan kelibdir. Borib olingiz. Kelib turingizlar. Bu to'y echki qancha bo'ldi buni? Satıldı mı? 20 kam var serke. Ha, serke 20 ming kami bor ekan. Qanamda turmuş. Zardalıdan kelgan serkani ko'rsatib qo'yay sizlarga mana. Sotib turibman. Mana aka mana. Bozoringiz ar bersin akalar. Evet mana. Mana bozor, o'ta cho'ng bozor. Assalomu alaykum. Bu nima ekan bu? Serke echki urg'achi bu? Erkak takavi? Qancha? 8 ming ha. Endi kechirasizlar tug'onlar, men tusini ko'rib keldi ajratalib qolam. Serka echki taka o'xshash bo'lib qoladi. Aytilishi 8 ming ha? Ha, yaxshi. Aytilishi 8 ming. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Uloqlar urg'achlari bormi? Ha, echki. Echkilar ha? Qanchadan bo'ldi bular? 7 ming. 7 mingdan ekan echkilar buni. Yaxshi. Bujoq serka o'xshaydi aka ha buni?
Echki mi bu? Şimdi vajratar da qalabız ama yüzleri bunu tutursa kedi serkege o'xshab ketadi. Kedi echki o'xshab ketadi. Qancha deysiz buni? 9 ve 8'e verem. Ha, yaxshi. Arzon qarangizlar, bozor. Noshul taka, oy, kechirasizlar, serka. Bizde taka deydi, sizlerde teke deydi. Sında yürümengizler ha buna. 20 ming kemi var ekan. Boyu uzun. Bular tish bo'lib hisoblanguncha jo'nla jashpi. Tish ha, qancha tish bu? O, tek. 4 tish ha? Ha, yaxshi. Bozoringiz bersin. 20 ming ekan shu. Serka. 4 tish. Assalomu alaykum. Cho'ng'ota qanday? Siz olib keldingizmi? Bularni siz olib keldingizmi? Men olib keldim bu. Qayoqdan keldi? Olg'aniqa. Olg'adanmi? Ha, o'zingizdan ekan. Jalang aralashmi, serkalar? Uloqlar serkalari bor. Ha, yaxshi. Echkilar qisir. Ha, yaxshi. Qanchadan uloqlaringiz? Uloqlarni 6 deb o'tamiz endi-chi. Optimga. O'pdim bor. Ha, yaxshi. Echkilarchi? Qisir echkilar. Ha, yaxshi. 12 mingdan ekan. Olg'aliq cho'ng'ota o'z ekan, ha? Bozoringiz O'zingni ham bersin. tortdingmi? Ha, qo'shdim mana sizni. Boshqa ham qo'shib tortdim. Mana. Sherik bilanchi? Bo'ldi. Kim atingiz? Ikram hozir. Ikram aka, alg'aliqlar Ikram aka o'zidan adashpay anchamcha kerak bo'lsa qo'rovdan ele olib ketaveringizlar. Vora qo'yding ha? To'y sezon boshlandi. O'pdim bayam. Ikram aka mana. O'qtavoydan o'qtasam meni chaqirasizlar, men borib tortib. Ha, yaxshi. Bozoringiz bersin. Tak. Mana. Jo'xta sog'ing. Okay. Qancha oldu? Okay, bozor. Qo'chqor bozor. Qo'yqilam degan gelaymi? Juringizlar, sizlarga cho'ng qo'chqorlarni ko'rsataylik. Assalomu alaykum. Aka, nima qiziqlar bo'ldi ekan bu yerda? Shu qo'chqorlarda Do'st aytilishi qanchadan shularda? Prosta mana ko'rasa to'ylarga jaraydi ba. 27 kami bor, ha? Qo'chqorlar 27 ming kami bor ekan. Shul qarmag'ani so'liq ekan. Qancha so'rashdi shu so'liqni qarmag'ani? Aytilish qancha? 21 ming ekan shu. Ha, o'rta qo'ylar ha. Jetelagiga jaragan 21 ming ekan shu. Normal ekan shu. Bo'yi bor mana 21 ming. Mana ozmi g'arig'rog'i? sen qo'l bilan o'sha 30 dan Ha, 21 dan ekan. Yaxshi. Şol 20 ming menen kesengizler, yaxshi qo'y to'yga jetelay turgan emeler. Assalomu alaykum. Sizga qarashdi bu? Mana shu sekirgan qancha deysiz shunda? 25. 25 ming ha. Kichinaroqlaricha. Kichinaroqlar 17 mingga. Ha, yaxshi. To'rt kattasi bor 25 dan. Ha, 25 dan ha. 27 deb 25 kemi bor ekan. Shu eng cho'ng ekanda. 17 dan ekan. Kichinaroqlari. Mana setkanın içinde. Mal öte köp kep duruyor, qarangizlar. Mal ko'p ekan. Bering. Qancha so'ratasiz? 17,5 ming so'radim. O'zini ha, yolg'iz. Ha, juv olib qolgan sherik ekan. 31 bersam deydi. Qancha deysiz? Juv aka. Ha, yaxshi. 31. Yaxshi sizlashayapsiz. Qartudasin bu молодец. Assalomu alaykum. Postoyan ko'raman seni. Shu hobbi ekan, nima? Podpishchiklaringiz ekan mana, bu aka o'zlariga mana rahmat. Telefonda bor. Bir keldik-da. Buna qo'shqor qancha deyotgan bilmadingiz? Yo'q. Qo'shqor qancha aka? Ya YouTube'ga aytib qo'yavering. 30 ming aytilishi. Tish buzelak ekan mana, qo'z ekan.
Qanchaga so'rashdi? 21 ming, ha, yaxshi, bozoringiz bersin. 21 mingga so'ralibdir, tish buzalak qo'z ekan. Aytilishi 30 ming so'm ekan buni. YouTube'a ketib qolamiz. Ha, bo'ldi. Qo'chqorlar o'ta ko'p bu yerda. Mana ekan rosa сөйлешib. Bugun Qadamjoy media degan. Assalomu alaykum. Qadamjoy media degan. Assalomu alaykum. Qayerdan keldi qo'ylar? Botkendan keldi, ha? Botkendan kelgan bunaqay mana shu do'stimiz kelib turman. Assalomu alaykum. Uchrashib qo'ydi abijolar buni. Yaxshi qo'ylarmi, densoqliqlari? Yaxshi. Qanchadan bo'ldi bular ham? 20 dan so'rab o'tamiz. Men o жақта Zardarlıdan kelgan akalarni ko'rdim. Serkelerni olib kelgan ekan. Yaxshi, kelib turiblar shuntab. Qancha bosh bu yerda? 22 bosh. Jalan qo'ylar, ha? Bir qo'zi bor. Ha, bir qo'zi bor ekan bunda. 22 bosh ekan. Optimga bo'lish qancha tushib berasiz? Qanchadan berasiz? 18 dan, ha? Yaxshi, bozoringiz bersin buni. Yaxshi qo'ylar ekan. Qarib qolgan emasmi, yaxshilar? O'rta yoshlar qo'ylar. Ha, 8 tish, 6 tish ekan buni, yaxshi. Bunaqay bozor. Bozor kanalga qattiq qo'llab turingizlar.